Qoraqalpog'iston Respublikasi Bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi hamda Qoraqalpog'iston temir yo'l chegara bojxona posti xodimlari tomonidan zargarlik buyumlarini bojxona chegaralari orqali noqonuniy tarzda xufiyona yashirib olib o'tishga urinish holatlari fosh etildi. Qoraqalpog'iston temir yo'l chegara bojxona postiga 652 sonli Benyu-Nukus yo'nalishida harakatlanib kelgan yo'lovchi poyezdning 9-vagonida yo'lovchi sifatida kelayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining qo'l sumkasi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida bojxona xodimining og'zaki so'rovida aytilmagan hamda yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida yozib ko'rsatilmagan sumkasi ichiga yashirilgan 7 turdagi jami og'irligi 145 gram bo'lgan sariq rangli metalldan yasalgan zargarlik buyumlarini Qozog'istondan O'zbekistonga hech qanday hujjatlarsiz olib kelayotganligi aniqlandi. Qoraqalpog'iston temir yo'l chegara bojxona postida aniqlangan navbatdagi holatda esa mansabdor shaxs hisoblanuvchi vagon kuzatuvchisining zargarlik buyumlarini o'zi kiyib yurgan paypog'iga yashirib olib o'tishdek qing'ir qilig'iga chek qo'yildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston temir yo'l bekati Nukus-Mang'istov yo'nalishidagi yo'lovchi tashuvchi poyezdning 11-sonli vagonida vagon kuzatuvchisi bo'lib kelayotgan fuqaro bojxona nazoratdan o'tkazilganida o'zi kiyib yurgan paypog'i ichiga xufiyona tarzda yashirilgan hamda hech qanaqa hujjatlari bo'lmagan qora rangli selofan paket ichida jami og'irligi 118 gram bo'lgan zargarlik buyumlari borligi aniqlandi. Ta'kidlash joizki, Qoraqalpog'iston Respublikasi Bojxona boshqarmasi xodimlari tomonidan joriy yil boshidan jami 7 ta holatda 2,1 kilogramm qimmatbaho toshlardan yasalgan zargarlik buyumlarining bojxona chegaralari orqali noqonuniy tarzda olib o'tilishiga chek qo'yildi. Yuqorida aniqlangan holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.